Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo, qalbingiz doimo quvonchga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kuzatuvchilar. Barchangizga o'tib borayotgan kun xayrli bo'lsin. Ayni fursatlarda go'zal dil izhorlari loyihasi orqali tabriklar va qutlovlar dasturi davom etmoqda va biz navbatdagi qahramonimizni bugungi quvonchli kunlarda yaqin insonlar nomlaridan tabriklab, xursand qilmoqlik uchun shaylanib turibmiz. Demak, bizning bu galgi qahramonimiz ajoyib inson Baxtiyor aka bo'ladilar. Ayni damda biz ularni oilasi, farzandlari va yaqinlari nomlaridan tabriklab, birgalikda xursand qilamiz. Qani ketdik. Alo, assalomu alaykum. Alaykum. Baxtiyor aka bilan bog'landikmi? Ha. Akajon, salomatmisiz? Omonmisiz? Yaxshi, rahmat. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Akajon, bugungi chiroyli sana, tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, singlim, rahmat. Bugun Allohimga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan nurafshon fayzli kunning egasi ekansiz. Shu munosabat bilan ayni fursatlarda biz sizni O'zbekistondan go'zal dil izhorlari loyihasidan bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Marjona Fayzullayeva siz bilan g'oyibona suhbatlashmoqda. Rahmat, singlim, mayli. Rahmat. Akajon, yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim yaqinlar, qadrdonlar va oilangiz baxtiga hamisha sog', salomat bo'ling. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Rahmat, o'zingizga rahmat, ishlaringizga omad bersin. Rahmat. Bilasizmi akajon, bugungi quvonchli kuningizda sizni kutilmagan noodatiy tarzda tabriklab, sizga unutilmas sonlarni baxsh etishni niyat qilgan yaqin insonlaringiz nomlaridan bizning loyihamizga sizga atalgan go'zal dil izhorlari yetilgan ajoyib tabriknoma maktubi yetib kelgan ekan. Mana shunday surpriz sovg'ani kimdan kutasiz? Taxminingiz bormi? Kimdan kutadim? O'g'illarimdan, qizimdan. Albatta. Kelinim mushada. Akajon, ayni damda biz sizdan olislarda yurgan ahli ayolingiz Zilola opa va farzandlaringiz, jamiki sizni sog'ingan qadrdonlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan samimiy tabriklaymiz, xursand qilamiz. Rahmat, singlim, rahmat. Oilamdan yaxshi xursand qildingiz. Akajon, ayni dam ijozat bersangiz, biz uchun birozgina qimmatli vaqtingizni ajratsangiz, oila a'zolaringizni, mehribonlaringizni siz uchun yozib yo'llagan go'zal dil izhorlarini sizga o'qib eshittirsak, tinglashga tayyormisiz? Tayyorman. Assalomu alaykum, hayotimda eng kerakli, qadrli insonim. Farzandlarimizning mehribon dadajonisi, qalbimning sultoni begim. Bugun bizning hayotimizda ajoyib fayzli kun. Boisi bugun sizning payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz. Shu kun munosabati bilan siz uchun atalgan dil izhorlarimni qabul qiling. Allohim meni qaysidir qilgan yaxshi ishim uchun sizday inson bilan mukofotlagan. Allohning izni bilan siz meni o'zingizga munosib yor, jufti halol qilib tanladingiz. Sizni menga jufti halol, himoyachi qilib yaratgani uchun Allohimga behisob shukronalar aytaman. Begim, shu kungacha siz bilan o'tkazgan har bir kunimga roziman. Sinovli, tashvishli, xursandchilik va shodiyona kunlarimga ham. Maqsadim yagona, sizni ham roziligingizni olish va o'sha rozilik bilan jannatning rayon eshiklaridan qo'l ushlashib kirishlik. Dadajonisi, musofir yurtlarda farzandlarim, oilam deb qilgan mehnatlaringiz, chekayotgan zahmatlaringizni
Allohim chiroyli mukofotlar bilan siylasin. Qayerda bo'lmang, Alloh o'z panohida asrasin. Ilohim bag'rimizga eson omon, sihat salomatlikda qaytib keling. Siz bilan diydor onlarini intizorlik bilan kutamiz. Siz uchun doim duodaman. Yana bir bor shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Akajon, ushbu chiroyli surpriz tabriknomada yaqinlaringizni, oila a'zolaringizni siz uchun yozib yo'llagan chiroyli she'riy sovg'asi ham bor ekan. Maylimi, hozir shuni ham sizga o'qib eshittirsak? Mayli, eshitamiz. Qalbingiz hayotbaxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom omad, baxt. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech vaqt, hech qachon. Oshufta qalbingiz tuymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling doim dadajon. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Shodlik quvonchlarga bo'ling hamxona. Baxtsizga bir umr bo'lsin koshona. Umringiz har kuni bo'lsin shodiyona. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deya ushbu she'riy sovg'ani hamda go'zal dilizkorlarni sizga cheksiz hurmat va mehr muhabbat ila sizni juda ham yaxshi ko'rib qadrlovchi va sizni juda ham sog'ingan mehribonlaringiz, oila a'zolaringiz, mehribonimiz, oilamiz ustuni, duogo'yimiz dadajonimiz uchun, mehribon umr yo'ldoshim uchun deya loyihamizga yozib yo'llagan ekanlar. Biz esa siz uchun atalgan surpriz tabriknomani sizga o'qib eshittirdik. Baxtiyor aka, ayni dam sizga ham imkoniyat beramiz. Marhamat, sizning ham yaqinlaringiz uchun atalgan dil so'zlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, biroz fursatlardan so'ng yaqinlaringiz sizning ovozlaringizni tinglab xursand bo'lishadi. Marhamat, biz sizni eshitamiz. Shu meni tabriklab oilam shuncha ortiq xursand qildiki, men o'zimni qo'yarga joy topolmay yuribman. Shularga katta rahmat, ularning ham ishlariga rivoj, hammasi sog' salomat bo'lsin. Oilamga ham katta rahmat. Shuncha ortiq hurmat qilib menga tabriknoma yuborganing uchun. O'zimda yo'q xursand bo'lib yopman singlim men. Hamma sizlarning ham ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Ishlaringizga omad tilayman. Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat, tashakkur samimiy tilaklaringiz uchun. Bilasizmi Baxtiyor aka, siz dunyodagi eng baxtli insonlardan, eng baxtli jufti halol, eng baxtli dadajonlardan biri ekansiz. Boiski sizni ahli ayolingiz va farzandlaringiz juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qilib qadrlar ekan. Bugun olisdan turib bo'lsa-da, sizni shodiyona kuningizda, sizni kutilmagan noodatiy tarzda xursand qilishni niyat qilgan ekanlar. Farzandlaringiz aytdilarki, biz dadajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ularning hayotimizdagi o'rni juda ham beqiyos. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Olis yurtlarda ularni Alloh o'z panohida asrasin. Ulardek mehribon, ochiq ko'ngil, samimiy, mehnatkash insonni farzandlari ekanligimizdan biz faxrlanamiz, g'ururlanamiz. Allohimga behisob shukronalar aytamiz. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Uzoq yillar onajonimiz bilan yaxshi kunlarimizga, to'y va shodiyonalarimizga bosh bo'lib, davralarimiz to'rida duoda bo'lib tursinlar deya ta'kidlab o'tdilar. Rahmat, shunday kunlarga nasib etsin. Rahmat sizlarga. Baxtiyor aka, yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz bilan sizni loyihamiz tomonidan samimiy muborakbod etamiz. Bugungidek bahoriy a'lo kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Ilohim musofir yurtlarda Alloh sizni o'z panohida asrasin. Yomon ko'zlardan, yomon nazarlardan asrasin. Yorug' yuzlikda, bag'ri butunlikda, eson-omonlikda oilangizni, dilbandlaringizni bag'riga sog' salomat qayting. Xudo xohlasa kelasi yil shu kunlarni oilangiz davrasida nishonlash nasib qilsin. Nasib qilsin, Xudo xohlasa shunday kunlar nasib qilsin. Yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Yaqin fursatlar ichida siz bilan go'zal dilizkorlar loyihasi boshlovchisi Marjona Fayzullayeva bo'ldi. Bugungi tavallud ayyomlaringizni yaxshi o'tkazib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sizlarning ham ishlaringizga omad. Rahmat, tashakkur, salomat bo'ling. Ushbu diltortar tarona ham siz uchun.
ko'zlarimga nurlaring soch beminnat safardagi yorimga ul musofir yorimga quyosh sog'inchlarim ko'p rivoj topdi bunga yo'q iloj mehrim nurlarini soch safardagi yorimga ul musofir yorimga o'zga yurtda dil bog'im umr yo'ldosh hamrohim panoh bo'lgin Allohim safardagi yorimga o'zga yurtda dil bog'im umr yo'ldosh hamrohim panoh bo'lgin Allohim safardagi yorimga ul musofir yorimga Yağmur yağsang mayin bol begim egnin qilma xul sokinroq yog' bo'lmadun safardagi yorimga bulut topmayin nihoya ayt sevgimdan hikoya boshlarida bo'l soya safardagi yorimga ul musofir yorimga tun hijronga chora yo'q sadoqatim dilda cho'g' bizdan ko'ngli bo'lsin to'q safardagi yorimni shamol esib borib ayt ko'z yoshlarim qo'rib ayt sog'inaman men har dam safardagi yorimni ul musofir yorimni ul musofir yorimni o'zga yurtda dil bog'im umr yo'ldosh hamrohim panoh bo'lgin Allohim safardagi